Shinam hovli qidirganlar uchun Shayxontohur tumani Katta Oqtepa mahallasi UIC ko'chadan 1,45 sotuv umumiy maydonga ega 4 xona plus oshxonasi bilan o'rta holatda odam yashab turgan hovli sotiladi. Obzorni sirazu qilib ketamiz. Kirganingizda darvozaxonadan o'ng qo'lda oshxona. Hovliga bemalol bitta mashina sig'adi. Böyle razdelli sanuzel. Katyollar hammasi o'rnatilgan. Yozgi shu kunlarda o'tirish uchun joy ekan. Prixozya zona kirganingizda. O'ng qo'lda родительский spalniy. O'zini ichkarida sanuzeli bilan keyin katta zal kutib oladi. Zal orqali kiriladigan o'ng qo'lda bitta spalniy va chap qo'lda bitta spalniy. Ichidagi narsalar kelishuv asosida qisman jihozlangan holatda qoldiriladi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar.